Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Qozog'iston yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Siz bularda Balxash, Karaganda, Astana, Petropolskiy shaharlarigacha ham yetib olish imkoniyatlari mavjud. Hozir bizda ayni damda posilka jarayonlari boshlangan, yaqinroqdan kuzatishingiz mumkin. Har bitta yo'lovchimizning biletlari skanerdan o'tkaziladi, so'ngra esa bemalol avtobusga chiqib joylashib olishlari mumkin. Har bitta yo'lovchimizga esa 50 hamda 60 kilogrammgacha yuklarini o'zlari bilan birga olib ketish imkoniyatlari mavjud. Hozir posilka jarayonlarida yuklarini joylashtirib, bemalol keyin avtobusga chiqishadi.